Любой mashinani 4 teshikligidan ko'ra 2 teshikli kupeligi qimmat turishini bilasizmi, jigar? Mana qarang, maza qildim. Orqada ham oynasi chiqargan bunda. W213 kuzovi kupesi bizda juda redki, noyob kuzovlardan. Ya xudo, masinalarni qarang. Xohlasangiz ko'k qilib olasiz, xohlasangiz ana qizil qilib olasiz. Yomon chiroyli salonda lekin. Mashina absolutno top-toza va atiga 40 ming bo'lgan probega. Qarang, buyurmaslar akustika sistema. Afshifkani o'zida qarang, ikkitalab kolonka. Aynan mana 75 ming qo'yilgan. Srochniga nechta bera olasiz bo'ylaysiz? 65 ming deb o'ylayapsizmi? Yo'q, 55 mingga ko'ndira oldik. W213 qidirib yurgan bo'lsangiz, mana shu kupesini bosib yuboring. 2021-yil Y200 jigar yaqinlaringizga tarqatib qo'ying. Siz olsangiz yoki sizni tanishingiz olsa, men rosa ham xursand bo'lardim. O'zim eng yaqin jigarim bo'lganingizda ham o'ylamay bosib yuboring degan bo'lardim. Narxi chunki ish keladi, holati ham ideal. Bu 4 ta balon tortadigani qarang, mana bitta bossak, bag'aj ham ochilib keladi. Aytgancha, Malikada ishlaydiganlarda ham pul ko'p. Malikada ishlaydigan jigarli mashinasi ekan. Bosib yuboring, lekin bitta aybini ko'rdim. Formatikka mana kesi tushib qolgan. Yopishtirib olasiz bo'ldi.